Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar, Ichki sukunat kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun sizlar bilan o'zbek estradasining eng mashhur va dardli ovoz egalaridan biri Ozoda Nursaidova haqida suhbatlashamiz. Ozoda Nursaidova 1974-yil Toshkent viloyatida tug'ilgan. Yoshligidan san'atga qiziqqan va kuchli ovoz bilan ko'pchilikning e'tiborini topgan. Keyinchalik u katta sahnaga kirib kelib, qisqa vaqt ichida millionlab muxlislar qalbidan joy oldi. Xonandaning Ketma, Asrasin, Yomg'irlarda, Orzularim kabi qo'shiqlari hanuzgacha sevib tinglanadi. Ayniqsa uning dardli qo'shiqlari odamlarning yuragiga yetib boradi. Shu sababli ham Ozoda Nursaidovani xalq qalblarini kuylovchi xonanda deb ataydi. Lekin mashhurlik ortida og'ir sinovlar ham yashiringan edi. Bir vaqtlar xonanda sahnadan uzoqlashib ketdi. Ko'pchilik bunga hayron bo'ldi. Ammo oradan yillar o'tib Ozoda Nursaidova yana katta sahnaga qaytdi va muxlislar mehrini yana qayta qozondi. Bugungi kunda ham uning qo'shiqlari millionlab insonlar tomonidan tinglanmoqda. U o'zining samimiyligi, oddiyligi va yurakka yetib boradigan ijrosi bilan xalq orasida alohida hurmatga ega. Azizlar, sizga Ozoda Nursaidovaning qaysi qo'shig'i yoqadi? Izohlarda yozib qoldiring. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Sizlar bilan Ichki sukunat kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.